Nurafshon shahri maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi hamda Nurafshon shahri ekologiya bo'limi hamkorligida ekologiya qonunlarini bilasizmi? Respublika ko'rik tanlovining shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Tadbirda umumta'lim muassasalari o'quvchilari ishtirok etib, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni oshirishga doir bilim va ko'nikmalarni namoyon etishdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Nurafshon shahri madaniyat markazida siz ekologiya qonunlarini bilasizmi? Tanlovning shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Unda hududiy sektor bosqichlarida g'olib bo'lgan 4 ta maktab o'quvchilari ishtirok etdi. Tanlov tasdiqlangan nizom asosida 4 ta bosqichda tashkil etildi. 4-maktab o'quvchilari bu tanlovda juda ham faol qatnashmoqdamiz. Bu yerdagi shartlarga biz juda ham zo'r tayyorlanib keldik va loyihalarimizni bu yerda ko'rsatib berdik. Ikkinchi shart bu ekologik sahna ko'rinishi bo'lishi kerak edi. Biz bunga Ekoalomat degan o'sha o'zimizni adabiy kinolarimizni ekologiyaga oid qilib to'g'rilab, biz shunday loyihani olib chiqdik, sahna ko'rinishini olib chiqdik. Bu shartimizda ham juda ham hakamlarimizga juda ham ma'qul bo'ldi. Bizga yuqori ballar qo'yishdi. Toshkent viloyatida Yosh ekologik harakati kengashi a'zosiman o'zim. Mana bugun ekologiya oid qonunlarni bilasizmi ko'rik tanlovida o'zim ham ishtirokchi bo'lib qatnashmoqdaman. Bundan juda ham mamnunman. Kelajakda shu Toshkent viloyatimizda yuqori natijalarga erishishni o'zimizga maqsad qilib qolganmiz. O'zim Ekojonning sarguzashtlari degan animatsion multfilm yaratishni, sun'iy intellekt bilan ishlashni ko'rsatdim ularga. U loyiham ham juda ham ma'qul bo'ldi. Kelajakda bu loyihamni respublika miqyosiga ham olib chiqishni o'zimga maqsad qilib olganman. Bu bizning hudud, intellektual ring, ekologiya uchun barchamiz mas'ulmiz. Eng yaxshi ekologik loyiha shartlarida birlashgan jamoalar o'z hududlaridagi ekologik holat bilan tanishtirilib, sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Men tabiatman. Havo, shovqin butun meni bo'g'moqda. Meni asra, tabiatni asra. Bas qil endi odamzod. Men zavodman, ishlab chiqaraman, tutun chiqaraman, havoni zaharlayman. Yerni chidaveradi deb o'ylagan edim, lekin endi ko'ryapman, havo og'irlashdi, suv qoraydi, yer yig'ladi. Tanlovda natijalarga ko'ra 57-maktab o'quvchilari g'olib deb topildi va viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi.